alaykum. Bu videoda sizlar bilan Windows 10 operatsion tizimida mana bu Host menyusi va Host menyusining yonida joylashgan panel zaдач yoki tezkor buyruqlar paneli va tizimli ikonkalar, ya'ni servislar bilan tanishib chiqamiz. Bundan tashqari biz oldingi darsda mana bu рабочий stol qismi bilan tanishgan edik. Bundagi fayllar va yorliqlar bilan ishlashni ana endi bugun ozroq chuqurlashtiramiz. Bu joyda ko'rib turganingizmi, o'ng tomonda уведомление, ya'ni bu joyda o'sha kompyuterni ichida qanaqa o'zgarishlar bo'layotgan bo'lsa, o'shalar to'g'risida sizga xabarlar kelib turadi. Masalan, hozir bosadigan bo'lsak, bizga ovozsiz bo'lishligi haqida xabar kelyapti. Flashut pages o'chirib qo'yamiz. Bundan tashqari Lightshot degan programma orqali screenshot olinganligi to'g'risida xabar kelyapti. Buni ham mana kresikni bossak o'chadi. Lightshot to'g'risida yana bitta xabar va настройкасы o'sha sbroshini, ya'ni oldingi holat, standart holatga qaytarilganligi to'g'risida xabar kelyapti. Endi bundan tashqari ko'rib turganingizdek, sizda mana shunaqa menyu bo'ladi. Bu menyuda siz turli xil funksiyalarni ko'rishingiz mumkin. Masalan, kompyuteringizni monitoringizni sariqroq rang bilan, ya'ni nочной rejimga o'tkazmoqchi bo'lsangiz, o'shanda mana buni bosasiz. Hozir meni monitorim sarg'ayib, sariq lampochkali, eski lampochkalarning rangida nur taratishni boshladi. Bu ko'zga kamroq zarar berish uchun mo'ljallangan. Ya'ni judayam yorqin bo'lmaydi, qiroq bo'ladi. O'shaning uchun bu nочной rejim uchun ishlatiladi. Xo'p, bundan tashqari mana set degan narsa bor. Hozir bizda Wi-Fi'miz ulangan holatda turibdi. Setga bosadigan bo'lsak, mana Wi-Fi'ga ulanadi. Agar Wi-Fi o'chirib qo'ymoqchi bo'lsak, mana buni bosamiz, уже mana o'chdi, отключено. Endi yana bir marta bosadigan bo'lsak, Wi-Fi'miz yoqadi va avtomatik tarzda ulanadi. Shunaqa narsa. Endi bundan tashqari hozir mana mikrofon mavjud, kolonka bor. Agar sizda ikkita kolonka bo'ladigan bo'lsa, mana bu joyda shunaqa ikkita chiqadi. Birinchisi o'sha speaker, ikkinchisi esa naushnik. Hozir monitorga ulangan naushnik orqali ovoz eshitilyapti. Demak, bu mana bu orqali ko'tarib pastga tushirishimiz mumkin. O'sha qo'yilayotgan audioni yoki video musiqani ovozini balandlash, ya'ni bu tizimni o'zini nimasiga bog'liq narsa. Agar mana bu doim gap holat bo'lsa, ovozi juda past chiqadi, ya'ni kompyuterga qo'yilayotgan posterlarning musiqalarni ovozi past chiqadi. Lekin ba'zi bir shunaqa programma bor, masalan, Intelayer degan. U programmaga qanaqadir videoni qo'yayotgan vaqtingizda, mana bundan tashqari o'zini ham shunaqa gромко, ya'ni ovozini boshqaradigan bor. Endi bundan tashqari soatimiz bor ekan, mana ko'rib turibsiz. 8-yanvar 2021-yil. Bu joyda shunga bosganimizdan keyin kalendarni ko'rishingiz mumkin. Qaysi sanada qanaqa kunga to'g'ri kelishligi, bundan tashqari pastga bossangiz, keyingi oylarni ko'rishingiz mumkin. Agar mana bu oyni ustiga bossangiz, umuman oylar bo'yicha hammaqa qurol qilib, ya'ni mishkani aylantirsangiz kolesosini, shunaqa turli xil oylarni, yillarni ham ko'rishingiz mumkin. Yana bir marta bossangiz, yilni o'zini ham tanlab ko'rishingiz mumkin bo'lar ekan. Shunaqa bir qulay programma. Endi показать расписание degan joyi bor. Agar sizda qanaqadir bir eslatmalar kerak bo'ladigan bo'lsa, o'shanda holatda mana bu joyga nimadir teramiz. Masalan, aytaylik, 2 minutdan keyin videoni tugallash deylik va o'shani bosamizda, mana bu joyda vaqtini belgilaymiz. Hozir biz masalan 8 dan to 9 gacha bo'lsa, mana shu oralig'ida xabar berishni kerak bo'ladi. Ya'ni hozir 7:50, keyin 2 minut emas, 5 minut deylik. 5 minut deymiz va 7:55 ni belgilaymiz mana bu joyda. Va yuqoriga chiqamiz 55 va mana bu qarosani qo'yamiz. Endi saqlashni bosamiz. Ko'rib turganingizdek, 5 minutdan keyin biz ungacha boshqa amallar bilan tanishib olamiz. O'shangacha bizga eslatma beradi. Xo'p, buni ham tanishib oldik. Endi mana soatimiz bor. Agar soatimiz haqida informatsiyaga bo'lmoqchi bo'lsangiz, to'g'rirog'i soatni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, buni hozir ko'rsataman. Buning uchun kerak bo'ladigan narsa o'ng tugmani bosamiz. Uyga borgan holda keyin настройка data и времени degan joyga bosamiz. Mana bu joyda hozir avtomatik tarzda internet orqali aniqlash yoqib qo'yilgan. Agar sizda internet ulanmagan bo'lsa, uni o'chirasizda mana buni yoqasiz. Keyin mana bu joyda изменить degan nimani bosasiz. Bu joyda o'zingiz datani ko'rsatasiz, yanvar oy va yil va vaqtni ko'rsatasiz. O'sha bilan to'g'rilab olishingiz mumkin bo'lar ekan. Demak, sonali tasdiqlama время автоматически bu internet orqali shunaqa bilib oladi. Kompyuter qayerda joylashganiga qarab turib, ko'rib turganingizdek soat o'zgartirish shunaqa qilinadi agar kerak bo'lsa. Endi bundan keyingi narsamiz mikrofon. Mikrofon noutbuklarda bo'ladi asosan. Agar sizda stolli kompyuter bo'lsa va mikrofon o'rnatilmagan bo'lsa, bu narsa chiqmasligi mumkin sizda. Endi mana bu strelkamizni bosadigan bo'lsak, bu strelkaning ichida aniq programmalar ishlab turgan bo'lsa, o'sha ishlab turgan programmalarni ko'rishingiz mumkin.
mumkin. Hozir mana bizda Telegram ishga tushib turibdi. Buni o'chirib qo'yishimiz mumkin. O'ng tugmani bosamiz. Zakrit Telegram. Endi fon rejimida ishlamaydi Telegram. U holatdan yopiladi. Xo'p, bundan tashqari mana ko'rib turganingizdek fon rejimida Google Chrome brauzerini servisi ishlab turibdi. Ya'ni TeamViewer programmasi, Lightshot ishlab turibdi. Mana obrazı, bu esa Speech Real как HD audio службasi uchun kerak bo'ladigan narsa. Programma bundan tashqari hozir mana qurilma ulanganligi to'g'risida xabar ko'rsatib turibdi. Endi yana bitta narsa, hozir mana e'tibor bering, xabar beryapti. Nvidia, ya'ni bizning grafik kartamizga yangi driver hosil bo'ldi deyapti. Yangi release bo'lgan deyapti. O'shani o'rnatib olishni sizga xabarini beryapti. Mana shunaqa. Endi безопасность Windows. Bu masala to'g'risida, ya'ni безопасность Windows. Aynan buni nomi Windows Defender deb aytiladi. Bu Windows operatsion tizimlarida o'zi boshidan o'rnatganimizda viruslardan himoya qilish защита programmasi o'rnatiladi. Lekin ko'p kishi bu narsani farqiga bormaydi-da, bu narsani o'chirib qo'yadi. Na samom деле bu dasturning o'zi ham anchagina virusdan himoyalaydi. Agar siz juda ham betartib holatda fayllarni to'g'ri kelgan joydan eplab olmasangiz, masalan, istalgan odamning fleshkasidan shubhali fayllarni ham o'ziga ko'chirib olaversangiz, o'shanday holatda sizni kompyuteringizga virus o'tib qolish ehtimoli katta. O'shanaqa bo'lmasligi uchun mana shu funksiyalarni doimiy tarzda yoqilgan holatda bo'lishligi kerak. Включить bu viruslar to'g'risida gapiryapti. Bu narsani yoqish uchun mana bosamiz. Mana yoqildi. Endi orqaga qaytamiz. Uchetnik zapis bizga muhim emas ayni vaqtda. Bu настройка qismi, ya'ni Windowsning xavfsizligi to'g'risida bu programma doimiy tarzda ishlab turishligi kerak. Endi bundan tashqari yana bizni tanishimiz kerak bo'lgan qismi mana bu qolyapti. Ya'ni mana bu joy bizda Vistri to'g'ri mana shu qismi bizni tezkor panel задач, ya'ni tezkor vazifalar paneli degan nom bilan tarjima qilsak bo'ladi o'zbek tiliga. Bu Vistri zadachda turli xil ko'p ishlatiladigan dasturlarni joylab qo'yishligimiz mumkin. Ularga yorliq sifatida. Bundan tashqari qidiruv tizimini ham joylab qo'yishimiz mumkin. Yana hozir mana bu funksiyonal bor. Bu bir kompyuter ichida bir nechta рабочий stolni hosil qilish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Keling, bu narsalar bilan sekin tanishamiz. Bizda mana mail degani bor va mana bu Windows Store degan nimalar bor, yorliqlar bor. Programmalarni yorliqlari. Bu yorliqlar standart o'rnatilgan holatda bo'ladi. Bularni olib tashlashimiz kerak bo'ladi. Olib tashlash uchun Открепить от panel задач bosamiz. Yorliq bu joydan, ya'ni tezkor paneldan olib tashlanadi. Endi keyingisini ham olib tashlashimiz mumkin. Agar keling mana shu narsa sizga ortiqchalik qilsa yoki bir joydan ikkinchi joyga ko'chirmoqchi bo'lsangiz, ushlaysiz, o'rmasdan bu yoqqa yoki bu yoqqa tortishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni chekka qo'yib qo'yishimiz mumkin. Endi keling mana bu narsani ham olib tashlaymiz, chunki bizga kerak emas hozircha. Endi mana shu joyda ishlab turgan dasturlarni e'tibor bersangiz, tagida anaqa chizig'i bo'ladi. Oq chizig'i yoki boshqacha rangda ham bo'lishi mumkin. Bu o'rnatilgan operatsion tizimni temasiga ham bog'liq bo'ladi. Endi hozir bizda mana проводник ishlab turibdi. Проводник, ya'ni fayllar bilan ishlaydigan dastur. Bu dasturimizni yopadigan bo'lsak, mana joyida qoladi. Chunki bu shu joyga biriktirib qo'yilgan, ya'ni закрепить qilingan. Agar bu ham bizga kerak bo'lmasa, открепить qilamiz. Bu ham o'sha joydan bo'shatiladi. Endi tasavvur qiling, siz ishlatadigan o'sha dasturlarni yo'qotib qo'ydingiz yoki o'chirib yubordingiz. O'shanday holatda qanday qilib ularni joyiga qaytaramiz? Buning uchun sizda bir necha usuli bor. Bittasi, aytaylik, u рабочий stolda mavjud bo'lsa, masalan, Chrome dasturini biz mana shu joyga birlashtirib qo'yishimiz kerak. Biz tezroq ishga tushirishimiz uchun. O'shayimizda olib kelib turib, shu panel задачи mana закрепить bu panel задач degan yozib chiqqanda qo'yib yuboramiz. Ko'rib turganingizdek, Chrome dasturi ishga tushgan yo'q, lekin mana shu joyga biriktirib qo'yildi. Endi ustiga bir marta bosadigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek mana shunaqa brauzerimizni ishga tushirib berdi. Endi bundan tashqari boshqa fayllarni ham, mana shunday programmalarni yoki fayllarni, papkalarni ham shunaqa biriktirib qo'yishimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, mana shunaqa birlashtirilar ekan. Endi masalan Fox Reader'ni biriktirib qo'yishimiz mumkin. Agar qanaqadir tezda ishlatiladigan papkalaringiz bo'lsa, o'shalarni ham olib kelib shunaqa biriktirib qo'yishingiz mumkin. Qachonki shu papkaga bosadigan bo'lsangiz, o'sha papkani sizga ochib beradi va qiynalmasdan bemalol ishlashingiz mumkin bo'lar ekan. Bu narsalarni o'rgandik, yaxshi рабочий stoldan olib turib qo'yishi. Endi siz bilan biz рабочий stoldan emas, balki mana bu post menyusini ichidan qo'yishni o'rganamiz. Buning uchun keling biz siz bilan Chrome dasturini olib tashlaymiz bu joydan. Total command dasturini ham olib tashlaymiz. Buni qilish ham ikkita usuli bor. Bittasi mana shu joydan izlab turib Chrome'ni topish, o'ng tugmani bosish va mana shu joyda o'ng tomonni bossak ham bo'ladi yoki mana дополнительный degan liniyaga o'tib закрепить на panel задач o'shani bossak, bizga mana yana panel zadachimizga joylashtirib beryapti. Endi ikkinchi usulni
ko'rsatadigan bo'lsa, bu demak Total Commander'ni topamiz. Mana Total Commander dasturi. Bizda hozir ko'rib turganingizdek mana Total Commander oltmish to'rtni topamizda, ushlab turib, yana mana shu joyga tortib olib kelamiz. Mana ko'rib turganingizdek Total Commander ham joylashdi. Shunaqa tarzda biz amalga oshirishimiz mumkin ekan. Tezkor panellarni to'ldirish. Endi aytaylik, masalan, Chrome dasturi ham brauzer, Microsoft Edge dasturi ham brauzer. Bularni yonma-yon qo'ymoqchi bo'lsangiz, ushlab olib kelib yana taxlab qo'yishingiz mumkin. Albatta bu qulaylik uchun. Kimdir agar tartibni yoqtiradigan bo'lsa, shunaqa tarzda taxlab qo'yishligi mumkin ekan. Endi siz bilan keyingi qiladigan ishimiz bu qidiruv funksiyasi bilan tanishish. Bu qidiruv funksiyasiga bosganimizda o'ylaga to'yni hosil bo'ladi. Agar siz faqat dasturlarni izlamoqchi bo'lsangiz, mana bu bo'limga o'tasiz. Bu joyda приложение deb yozganingizdan keyin sizga aytaylik player degan dastur kerakda. O'shanda holatda player degan yozuvi bor dasturlarni ko'rsatib berar ekan. Endi sizga aytaylik km degan dastur kerak bo'lsa, mana kmni boshidagi km degan so'zlari borlarini chiqarib beradi. Agar sizga qanaqa bir hujjat kerak bo'lsa, mana bu joyga mana dokumenti o'zgaradi. Undan keyin hujjatingiz nomini, masalan, matnli, mana e'tibor bering, matnli fayl degan faylimiz bor edi. Bizda mana рабочий stolimizda yangi papka degan papkada, mana bu papkada va uni ichida ichki papka degan papkaning ichida matnli fayl degan faylimiz bor edi. O'sha faylni ham shunaqa tarzda topib olishimiz mumkin ekan. Albatta shunga o'xshagan ma'lumotlarni izlamoqchi bo'lgan narsalaringizni turiga qarab turib ham belgilab olishingiz mumkin ekan. Xohlasangiz internetdan izlashingiz mumkin. Undan tashqari yana video, parametri, настройкаdan ham qidiruvni amalga oshirishingiz mumkin. Agar всеми qo'yadigan bo'lsangiz, sizga bir dunyo variantlarni chiqarib beradi. Bu albatta o'zingizga bog'liq narsa. Bu qidiruv tizimi kimlargadir yoqmaydi, ya'ni shu joyda turishligi. Agar sizga bu narsa yoqmaydigan bo'lsa, olib tashlashingiz mumkin. Buning uchun o'ng tugmani bosamiz, qidiruv tizimi ustiga borib, keyin poiskni bosamiz. Poiskdan Scripto degan joyini bosib qo'ysak, bizda qidiruv tizimi yopiladi. Shunaqa tartibli, ya'ni kichkinaroq joyni egallaydi. Bu kimlar uchundir qulay. Demak, qidiruv tizimi, ya'ni panel zadach bilan biz ishlab tanishib oldik. Keyingi videolarimizda xudo xohlasa sizlar bilan qidiruv tizimlaridan tashqari yana bir qancha post menyusini amallarini bajarishni ko'rib chiqamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'ling.